Salom hammaga, sizlar bilan Zyrox. Bugungi videomizda bizda mehmon bo'ladi. U mehmonimizni sizlar oldingi videoda ko'rgansizlar va bugun hamma kartalarni yangi kelgan maplarni o'sha bilan o'ynab chiqamiz. O'sha oldingi kanali bor edi. Pul zarur bo'lgani uchun sotib olgan va yangi akkaunt ochgan. Biroq push qilishga lekin zo'r. Xo'sh, birinchi nimani biz Solo Showdownni boshlaymiz, duoga qo'yib olamiz. Mana shu mapni ko'rib, akkauntlarni ko'rishingiz mumkin. 61 mingta, 3 ta protej chiqqanda. Ligaga chiqishiga sal qo'yganda 3 qo'ygan, bora olmaganda. Xo'sh, bu mapda kontrol. Men Volt o'ynayman. Volt'un oynayışlar yapıldı. Hoş. Tayyor bu sırada gittik. O'yinga kirib oldik, temetlarga. Bu yaxshi. Birinchi bo'lib box zakarlar chekdim. Ikkita nimalar bor ekan. Shunday bera olik. Oh my god. Bu 3 ta odam qoldi, 3 ta jamoa. 3 ta chiqin yo'q. Это каждый тейдик dokun. Ну, lekin kazi 7 ta emas bor edi pas kubkasi. Mana bir ton. Silent deadly first. Norin. Hop. Ko'rdim, bitta topdim. Xo'sh, animatsiyon oldim. Yo'q, o'tdik. Yo'q, lekin Norin o'zi bor. Norin o'zi bizani qiynab qo'yadi. Nima o'tib ketding? Bu shor yutqazgan o'yinlar tegdi. Tegmadi. Yana ustidan o'tib ketadi. Voh. Yutqazdik. Uni 3 ta nima bilan bemalol olib ketishga kuchaytiradi. Bunda hemen tuzu yok koyar. Yunorum 2. Birinchi Solo Showdown'da men oldim. İkinci o'yinda kim Star Player'da olar o'ynayapmiz. Star Player'da olish. Kim yaxshi o'ynasa o'shanga ochko qo'shilaveradi. Xo'sh, endi Bravo Ball o'ynashingiz uchun bizga men o'zim uchun Griff tavsiya qilaman, o'zim uchun. Shunga qanaqa bayt bo'ladi? Biz umuman gaplashmagan holda o'ynayapmiz. Keyingi videolarda agar xohlasangiz razgovorni ham bo'laveradi. Men oldim. Bo'ldi olgan ekanda. Agar yana kimdir shunaqa druzlarni o'ynash xohlasa, friends qilib, bemalol friends tashkil mumkin. Birga video olamiz. Kenji Cat ben tozalab berdim. Shu jonimiz hammamiz tappa qoldi. Cat tuzishni saqlamaydi, bitta lekin qiynaladi. Koptoyda kimdir tashlab bersa chopga borardi. Asosiy koptoyda 2 kishilar olib ketib qolishdi. Maketasiga yapayaptim. Yaxshi goldan ham urishib ulgurishdi. Nerealni bu bo'lmagan ishda. Bunaqa zo'r kontrol qilgan paytim faqat koptoyda solish kerak bo'ldi. O'sha qolgan narsa kerak emas edi. Qilish shart emas. Rikoshetdan hech narsa chiqmayapti. Rikoshet просто tek qo'g'irchoq. Ular bitta golni shunchaki hech narsa ishlatmasdan olib ketishdi. Bu normaldi. Rikoshetda hech narsa qila olmaydi baribir.
Yutqashimiz tayyor bo'ldi. Faqatgina gol urish kerak gol. Mana shunga sakraydi. Mana shunaqa uradi gol. Ularga qo'yib bersa, shunga sakar tashlashadi. Men qo'rqmasdan. Mana shunaqa bo'ladi. Kiperlar ba'zan ketmana qopdi. Ur. Golni. Chiqardi. Rikashitdan zo'r epic gol. Rikashitni вообще gap yo'q. Нереально гол. Рикошет просто так. Бомба. Tutmadim. Bo'ldi gol. Sho'y. Suxoy gol urib ketishdi. Zo'r. Mana shuncha olib berdim. Rikoshetda gap yo'q. Bunaqa kontrol bo'lgan paytda bunaqa yutqazib yurish bo'lmagan gapda. Endi ikkinchi o'yin o'ynaymiz. Shuni o'zini qayta yutqazganimiz uchun. Juda yaxshi o'ynab bergan deydi. Nima deysizlar? Endi ikkita mana shu o'yinga uchinchisi bir musor bo'lmasa, bo'lmaydi. Apalarning shuncha harakatda, shuncha bombosh tepa topsa, bitta golni ura olmadi. Kirib urish kerak o'sha golni. Speedrun 200 ga. 500 ga qilamiz speedrun. Mana keyin kattasi bo'ladi. Yaxshi gap yo'q. O'yin qilib o'tirdi, shuni ko'rdim, bilmay ko'rmagan bo'lsam, oddiygina, shunchaki loh qilib ketdi. Gol tashlab beryapti, uryapti. Bu shu, bunaqangi zo'r taktikani pro ranklardan ko'rolmaysiz. Men bitta qolib ketdim, Shelly yordam bergisi kelmaydi. O'zi match makerga o'xshab qoldi, faqat matchlar bunaqa turibgan odamga. Qo'ydasizlar. Speedrun kirib oladi, bitta payt 200 ga qilib bo'lguncha turibjon. Bo'lmaydi-da. Shuncha harakat. Lekin boya yutqazganimga ham qo'yapti. Ikimiz kelib qoldi. Yaxshi. Shularning orasidan o'tdi. İkinci oyunu şu oldu. 3-2 bu. Gruber shot oldu. Yana keyingi nimalarimiz bor. O'sha yaxshi, normalni. Xo'sh, keyingi o'yinimizda bizda game guard bor ekan. Game guard zonamiz kattasi bunaqa. O'sha botga. Nasib bo'ladi. Uni serious to'sin darajasi juda katta. Ya ketdi. Kalıkla oynayayım de. Ben kalıktan aldım. Yok etti. Şu penyenin altları. Yani просто так befoyda shu videoni qo'yganim bilan baribir chunki hech kim ko'rmaydi. Просто hobby uchun o'ynayapmiz. Yani o'xshamagan narsa o'xshamaydi hech qachon. Aytib qo'yinglarga bitta ikkitadan ko'rayotgan bo'lsa, o'xshamagan narsa hech qachon o'xshamaydi va harakat ham qilib o'tirmaydi. Mana shunchaki o'zimni hobbim bo'lgani uchun to'xtamasdan video ilhomsiz ko'rishni yaxshi ko'raman. Haligacha YouTube uchun ochilgan kanal bo'lsa, bu kanal buni 3 oy oldin o'qib ketgan bo'lardi. Xo'sh, kirib oldik. Da yaxshi. Burada tekrar oramızda burada ne var? Yine oradan oldu. Ne yapıyoruz? Zaten avukçumuzda. İki şeyde kere şarj oynamaktırı. Yaxşı. Kurttan oldu. Morak ne? Xitoymay qoldi. Shunaqa sharmandali video bo'ladi.
Jonim bitta tegadi. Ah, yo'q. Qanaqasi tegdi? Qanaqasi tegishi mumkin? Shuni o'zim yopaman. Yaxshi, o'zim yopaman. Shuni o'zim olib kelaman. O'zim yopaman. Vah, jonimni qara xafaligini. Yani. Çalış, ben şakanla aldım. Kartor aldım ya. Kartorun koşusunu kartorsun böyle. Bir geçeyim, просто. Dikkat. Yaptım. 3 tane uzun yol var. Tekşirip kuruydu. Hemen buna qanaqa ishlayapti ko'ramiz. Vola oldik. Bu roundda yo'q. Bu round hisoblamaymiz. King o'tdik. Yani odam o'ldirish bo'yicha manzurman. Evet. King roundda o'tamiz. King roundda o'tishlik knockout ekan. Knockoutni realni sniperlar bo'lsa agar chotki. Lekin menga o'xshagan sniper bo'lmaganligi qiyin. Kimni olamiz albatta? 100% kalt olmayman. 100% chunki bu uchun real telefon o'ynash kerak, kalt o'ynash uchun. O'zim tavsiya berdim. İsmini aytmayman, o'zlar hisob qo'yadi kimligini. Xo'sh, boshladi. Ortiqcha shovqinlar uzr, ilojim yo'q. Juda tovushi baland deyman, qo'shimani pasaytirishimiz kerak. Meni bilmadim. Dislike, naprotiv trolling. Tegmaydi. Tegdi. Evet, tuttu. Qochib ketdi. Ikki yoqdan qisib boramiz. Ikki yoqdan qisishimiz kerak, tegmadi. Ikki yoqdan davay qisamiz. Yo'lni olib qo'yaman. Qish kerak, farqi yo'q, qo'rqishmayman. Yani yaxshi aris. Safe qo'yishdi bizni. Nashini o'zim yopaman hozir. Buni yopib qo'yishdi. Edgarlik ikkalamiz yopgan bo'ladi agar safe qilmaganda. Sakraydi. Mana ishda kimdir bor. Hammasi bor ekan. Sakrasa bemalol shuni sakraversa mendan o'yin bor. Tegyapti. Qatdan demayo'tdi. Edgar sakra. Vay. O'shiring qatdami? Ikki yoqdan nima qilishimiz mumkin aytmoqchi. Ma, sen ortga qaytib tegadan shu qo'y. Voy, olib chiqaylik. Nima yaxshi ovqat olib ketib qolamiz. Bir kishi ketib qoldi bizda. Bo'ldi, yopdik, ishga qochamiz orqaga. Nima taktika bilan o'zida Edgar ketdi, ularning orqada siqib yonamiz. Kirgan qo'ymayman. Zaharlandim bo'ldi. Bo'ldi, faqatgina o'rtaga asosiy bo'lmasa. Voy, Giperlar voy. Nima tegmadi. Men tashlab qo'yaman. Menga tegmadi. Tegdi-yu, unchamasmiz. O'yni nimalar to'y bolachalari qatdan ko'rsatib beradi bizga. Qanday tegyapti? Qanaqa tegyapti? Mumkin emas. Bo'ldi, sana hech narsa qolmaydi bu dunyoda. Ana tamom. O, yo'mat, man 2-1 shot. Start qilyapti, men oldim. Yani. Keyin ketganimizda tezroq o'tamiz. Xo'sh, o'zi biz 4 ta o'ynash qildik. Napricham hozir o'ynaymiz.
Oy, hodlana gel, hodlana. Kim yaxshi deysiz? Çok iyi deysiz. Oy, menga uncha ko'p tavsiyam yo'q-da, tavsiya beradigan odam yo'q. Bo'lsa demak, please, bu zonada meni o'qib beradi. Misol uchun old zonani ochishni uzun zonada ochib bersam bo'ladi oldin. Videolarnikini. Bu yaxshi, biz sherigimizda opportunity balandroq ekan. Opportunity. Ular shu topalar. Buni ham yopib ketdim. Yaxshi bizda kontrol, o'ynaymiz. Wicket tartiblar. Rahmat senga men qutqarib qo'yganing uchun. Mezona yo'q, oldin sindirishim kerak. Uchoqdan mazza qilyapti, demaydi. Dynamazza qilib odamlarni o'qiyapti, deyapti. Mana shunaqa bo'ladi, kontrol degan. Meni ham kontrolli. Просто так super. Karakter. Kel, oldin o'q. Dynamik bilan birga qo'shib bordim. U kutdi, keldi. Qiyin. Ultras bo'lgan payt sakraveradi-da, agar qaysi passivkasan bilmadim. Botdan ketdim. Sekin yondan boramiz-da. Menga tegar jon olmasin. Olmadi. Yaxshi opdim, bo'lman turaman. Bu sindirib qo'yay. Bo'lmaydi. Mana yo'qotamiz. Короче, kontrollerni oldim. 100%. Shuni ham javob beraman, aytdim. 3 shot. Yaxshi ketyapti lekin. Keyingi o'yinimiz ham sizda Hakkiga mos bayonsiz olishimiz kerak. Mos bayonsizni qaysi deysizlar, o'ylab ko'ringlar mana. Aynan. Keyin Brawl Arena, buniki Brawl Arena o'ynaymiz. Juda cho'zib ketmasligi uchun, chunki ko'p uzun video bo'lsa serikalli bo'lib qoladi, baribir hech kim ko'rmaydi. Yani bir tinga xizmat bo'lsa ham. Buni farqi diktordan ko'rsa ham mana shunday foyda o'zim uchun. YouTube'da 8 milliard aholidan ko'pni o'tgan ro'yxatdan o'tgan telefonlar bor, lekin shulardan bitta mana bu 12 ta video ko'radi. Yani men olib beraman sizlarga, просто tashsa chop chiqarib kontrol qilib beraylik. Diktordan chetdan yopish ko'rdim. Buna bu zonani bilaman, men kopyatimga 500 dollar beraman. Ne cemaşki katkı doğruluydu. Qo'li tegib ketib qoldi. Ushladim. Yana qo'liga tegdi. Ichidagina qo'li tegib qolmasa. Men gol urishga emas, prostgina fintini o'xshatish harakat qilyapman, deb o'zonada. Fuh. Geniallik. Biz qilib qoldik onamizga. To'pni qatdan kesdim. Mana ket hamma sopaman.
Bo'lmadimchi. Yo'q, devorga tegib qoldi. De Edgarga ishonamiz. Mana shuni bitta ishonamiz. Qancha giper shuncha tez yig'amiz. Sen o'zing gol yutqazdik. Shula. Yine 18 sene de ölüp geçti. Belki öldüm qoramizda bilmadim, giperlari bo'lmagan hammasini. Bu yaxshi, lol. Yani chotki. Endi ochiq zona. Ochiq zona kontrol qilib beraveradigan. Aytdim, zo'r kontrol qilib beraveradigan. Anaqa zo'r kontrollarni ko'rsatib beraman. Topda bir o't ketib qolsa ham bizdan oldinga qiynalamiz. Bo'lishga gol. Thank you to Xyrox. Kim? Опачки, tortga bir. Lekin oqshada zo'r bo'lardi. O'zim fintim bordi. Xo'sh, oxirgi zona Brawl Arena bo'ladi. Eng kattasi bizda men o'z zonani eng yaxshi ko'rgan zonalarim hisobiga qo'shganman. Nu, darvoza